Keyin uni oldik, tozaladik. Keyin keyingi oyga homilador bo'ldilar. 2 yil oldin 3 yillik bepushtlik bilan bitta bemorim kelganlar. GSga qildirish uchun kelganlar, aytganlar, hamma tekshiruvlardan o'tdim, lekin hech qanaqa sababi topilmayapti. Shuning uchun bachadonlarning ochiq yopiqligini tekshirtirmoqchiman dedilar. GSga qilganimizda biz ko'proq skopiya qilamizda. Skopiya qilganimizda biz kontrastni bachadon bo'shlig'i bo'ylab bachadonlarida qanaqa ketishini dinamikada ko'ramiz. Keyin ko'rganimizda qarasam, kontrast jo'natyapman. Bachadon bo'shlig'iga kontrast sekin to'lib bitta joyda to'lish defekti bo'lib, keyin to'lib, keyin bachadonlarga o'tdi. Sizda jo'ta nimagadir polip bor deyishmaganmi desam, yo'q, o'zingda qilishganda hammasi yaxshi, faqat endometriy sal qalinroq bo'ladi deyishgan. Hayzim 10 kun, 12 kunga cho'zilib ketadi dedilar. Bo'lsa bo'lmasa sizda polip bor dedim. Keyin keling davay dedim, gastroskop qilamiz dedim. Bir yo'la dedi, laparoskopiya ham qilib bering, diagnostika uchun dedilar. Bo'ldi dedik, operatsiyaga oldik. Qorin bo'shlig'ida endometriozning o'choqlari paydo bo'lgan ekan. Endometrioz o'choqlarini oldikda, keyin gastroskop bilan kirganimizda rostdan ham 2-3 santimetrlik polip aniqlandi. Ultratovushda hech kim aytmagan uni. Keyin uni oldik, tozaladik, keyin keyingi oyga homilador bo'ldilar. O'shanda shuncha joyga borgan bo'lsam, eng to'g'ri tashxisni siz qo'ydingiz deb xursand bo'lgandilar. Shu bilan keyin homilador bo'lib tug'ib oldilar.